Muvaffaqiyat aktrisa uchun kutilmagan voqea emas. U bolaligidan shon-shuhratga ko'nikkan. Hamon maftunkor ko'rinishga ega aktrisa umri davomida ko'p xato qilganini tan olsa-da, hayoti shunday kechganidan norozi emas. Chehra 1944-yil 15-martda gruzin va turk oilasida Qora dengiz bo'yidagi Samsun shahrida tug'ildi. Otasi erta vafot etgan, shu bois Nabohat o'gay ota qo'lida o'sdi. Onamning eri juda ilmli odam, qattiqqo'l hakam edi. Men ko'p azob chekkanman. O'shanda nikohda baxtiyor bo'lsamgina bola ko'raman deb qaror qilganman, deb eslaydi Nabohat. Ikkala turmushimda ham bunday bo'lgani yo'q. Nabohatning ijodi 15 yoshdayoq gullay boshladi. 1964-yilda Chehra Turkiya go'zali bo'ldi. Nabohat badiiy akademiyada o'qiyotganda onasi deyarli majburan go'zallik tanloviga yuborgan edi. Chehraning chiroyi taklif etilayotgan rollar yog'ilishiga sabab bo'ldi. Nabohat qadrdon shahri bilan xayrlashib, Istanbulga jo'nadi. O'sha yillarda Turkiya kinosanoati tez rivojlanayotgan, kinosalonlar to'lib ketgan, bitta film uzog'i bilan bir haftada suratga olinayotgan edi. Shu tariqa Nabohat Chehra qisqa fursatda Turkiyada eng mashhur aktrisalardan biriga aylandi. Keyin shaxsiy hayotida ham o'zgarishlar bo'ldi. Aktrisa rejissyor Yilmaz Guneyga turmushga chiqdi. 1982-yilda esa Cannes festivalida Yo'l filmi uchun Oltin palma bilan taqdirlandi. Chehra Guney bilan ma'lum vaqt birga yashagandan so'ng ajrashdi. Shundan keyin kinosanoat iste'dodli aktrisa qarshisida eshiklarni yopdi. Rejissyorlardan birontasi Guneyning sobiq xotini bilan ishlashga jur'at qila olmadi. 70-yillarda Nabohat yolg'iz va faqirlikda yashashga, pul topish uchun kazinoda qo'shiq aytishga majbur bo'ldi. Yilmaz Guney 1984-yilda saratondan vafot etdi. U haqda Nabohat shunday deydi: "Biz ajrashdik, lekin hech qachon bir-birimizni sevishdan to'xtamadik. Ajrashganimizdan keyin 1 yil o'tgach, u menga xat jo'natdi. Sevgi izhori. Uni umrimning oxirigacha asrayman." Chehraning gapi Guneyning ikkinchi xotini Fatyush Guneyning achchig'ini keltirdi. Guneydan keyin Nabohat Yavuz Demirga, Galatasaroyning sobiq basketbolchisiga turmushga chiqdi. U ham aktrisaning ma'lum vaqt ekranlardan yo'qolishiga sabab bo'ldi. Nabohat bu turmushida ham farzand ko'rmadi. Ikkala turmushimda ham sevildim, sevdim, baxtli bo'ldim, ammo bola tug'ilishiga mos vaziyat bo'lmadi, deydi Nabohat afsuslanishsiz. Bir muhabbat bilan yashaganimda o'zimni butkul bag'ishlayman, ammo ajrashishga qaror qilganimda orqaga yo'l qolmaydi. Volida Sulton haqida ilk bor o'qiganimda juda yosh edim. O'shandayoq bu rolni o'ynashni orzu qilgandim, lekin qulay fursat kelmayotgandi. Endi Xudoga shukr, orzum ro'yobga chiqdi, deydi aktrisa. O'sha davrning liboslarini kiyib yurarkanman, Usmoniylar saroyida tug'ilib o'sgan ayol ekanligimga ishondim. Volida Sulton ham Firdavs singari kuchli, biroq u ona, boshqa ayol, doim o'g'lining yonida. Nabohat Chehra yosh aktrisa Beren Saatni qizim deb ataydi. Ularni iliq munosabatlar bog'lab turadi. Chehra uning faoliyatini e'tibor bilan kuzatadi va qo'llab-quvvatlaydi. Nabohatni ko'pchilik Monika Beluchchi singari chiroyli qarayotgan ayol deb hisoblaydi. Uning yoshini bilgan muxlislar esa hatto aktrisaning shu yoshdaligiga ishonishmaydi ham. Aktrisa tashqi ko'rinishi uchun genlaridan minnatdorligini ta'kidlaydi. Go'zallik siri esa hammom, kimyoviy pilinglar, ertalab badan tarbiya qilish, tarkibi tabiiy kremlar va albatta yaxshi kayfiyat deb hisoblaydi u. Ma'lumotlarga ko'ra, Nabohat bir intervyusida plastik operatsiya qildirganini tan olgan, ammo shunga qaramay ajinlar baribir paydo bo'lgan. Aktrisa ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, Instagramdagi sahifasida muntazam ravishda yangi suratlar va videolarni joylab boradi. Nabohatga ijodiy takliflar tushmay qo'ygan deb o'ylaganlar yanglishadi. Unga doim talab bor, lekin aktrisa suratga tushishga jiddiy qaraydi. Saviyasiz loyihalarda qatnashishdan cho'chiydi. Shuning uchun ham ketma-ket suratga tushavermaydi. Zero tomoshabinning hafsalasini bir qilmagani yaxshi. Aktrisa endi ijobiy va ta'sirchan qahramonni gavdalantirishni istaydi. Chunki qattiqqo'l va beshafqat ayollarni yetarlicha o'ynadim deb hisoblaydi.